Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Abbos Fayzullayevning bitta gol bilan rekord o'rnatganini va tarixiy gol muallifiga aylanganini hammamiz bilamiz. Lekin bilasizmi, aynan shu voqeadan keyin u kolumbiyalik muxlislarning ham yoqimtoy futbolchisiga aylanib qoldi. Xo'sh, bunga nima sabab bo'ldi? Nega Kolumbiyada ham Abbos haqida iliq fikrlar bildirilmoqda? Bu haqda videomizda batafsil gaplashamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling va biz boshladik. Turkiya play-offga chiqish imkoniyatini yo'qotdi. Bugun 20-iyun kuni 2026 Jahon chempionatining D guruhidan o'rin olgan Turkiya va Paragvay terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv bo'lib o'tdi. Mazkur bahsda Turkiya 0-1 hisobida mag'lubiyatga uchradi va rasman play-offga chiqish imkoniyatini yo'qotdi. AQShning Santa Clara shahridagi Olivay stadionida kechgan bahsda salvadorlik hakam Ivan Bardon boshqarib bordi. Uchrashuvdagi yagona gol 2-daqiqada yarim himoyachi Matias Galarsi tomonidan kiritildi. Birinchi bo'lim yakuniga yetmay turib Paragvay hujumchisi Miguel Almiron maydondan chetlatildi. Ma'lum qilinishicha, futbolchi og'zini qo'li bilan yopgan holda hakamga bir necha so'z aytgan va bu harakat uchun to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka olgan. Ma'lumot uchun, birinchi turda Turkiya Avstraliyaga 0-2 hisobida mag'lub bo'lgan, Paragvay esa AQShga 1-4 hisobida yengilgan edi. Shu tariqa 3-turdan oldin guruhda 4-chi egallash aniq bo'lib ulgurdi. Siz Turkiya terma jamoasidan qanday natija kutgan edingiz? Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'ling va videoga bir dona like tugmasini bosib qo'ying. Jose Mourinho Real himoyasini Manchester City futbolchisi bilan kuchaytirmoqchi. Madridning Real klubi bosh murabbiyi Jose Mourinho jamoa himoya chizig'ini kuchaytirish yo'lida Manchester City markaziy himoyachisi Ruben Dias variantini qirollik klubi rahbariyatiga taklif qilgan. AS nashri xabariga ko'ra, qaymoqranglar portugaliyalik futbolchini transfer qilish variantini Ibrohim Konate sotib olishdan oldin ham ko'rib chiqqan edi. Biroq manbaning ta'kidlashicha, Diasning Ispaniya grandiga o'tishi deyarli imkonsiz ish. Bunga sabab shuki, shaharliklar o'z yetakchisini sotishni rejalashtirmayapti. Ma'lumot o'rnida o'tgan mavsumda Ruben Dias barcha turnirlar doirasida jami 33 ta uchrashuvda maydonga tushib, o'z hisobiga 2 ta gol yozdirib qo'ygan. Futbolchining ingliz klubi bilan amaldagi shartnomasi 2029-yilning yoziga qadar mo'ljallangan. Transfer Market portaliga ko'ra, 29 yoshli himoyachining hozirgi bozor qiymati 55 million yevroni tashkil etadi. Real Mbappe ishtirokida Alisini sotib olish rejasini ishlab chiqdi. Fransiya terma jamoasi va Myunxenning Bavariya klubi hujumkor yarim himoyachisi Michael Olise joriy transfer oynasida Madridning Real klubi uchun asosiy maqsad bo'lib turibdi. Mundo Deportivo jurnalistlarining xabar berishicha, qaymoqranglar rahbari Florentino Perez yulduz Vengerni qo'lga kiritish uchun bor kuchini ishga soladi. Prezident muzokaralarida Michaelning milliy jamoadagi sheriklari bo'lgan Mbappe va Orien Tchouameni yordamiga umid qilmoqda. Transfer Market 24 yoshli fransiyalik futbolchining bozor qiymatini 150 million yevroga baholamoqda. Olisining Bavariya bilan shartnoma majburiyatlari 2029-yilning iyun oyi oxirigacha amal qiladi. Siz nima deb o'ylaysiz? Michael Olise Madridning Real klubiga transfer qilinadimi? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Mundialning eng yoqimtoy futbolchisi Fayzullayev Kolumbiya ijtimoiy tarmoqlarida yulduzga aylandi. O'zbekiston terma jamoasi yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayev Jahon chempionati 2026 da tarixiy o'yindan keyin Kolumbiya ijtimoiy tarmoqlarida katta mashhurlikka erishdi. O'zbekiston terma jamoasi Kolumbiyaga qarshi 1-3 hisobida mag'lub bo'lganiga qaramay, 22 yoshli Venger Latin amerikalik muxlislar e'tiborini o'ziga jalb qildi. Fayzullayevning ismi X va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida trendga aylandi. Kolumbiyalik foydalanuvchilar, ayniqsa qizlar, futbolchining tashqi ko'rinishini yuqori baholab, uni mundialning eng yoqimtoy futbolchisi deb atashmoqda.
Shuningdek, muxlislar Fayzullayevni Kolumbiya terma jamoasining asosiy futbolchilaridan biri hisoblangan Benfika yarim himoyachisi Richard Rios bilan taqqoslashmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionatlari tarixidagi ilk uchrashuvida Abbosbek Fayzullayev mamlakatimiz futbol tarixidagi mundial goliga mualliflik qildi. Mexikodagi Azteca stadionida bo'lib o'tgan bahsning 60-daqiqasida jamoa sardori Eldor Shomurodov xavfli zarba yo'lladi. Kolumbiya darvozaboni Camilo Vargas to'pni qaytargan bo'lsa-da, u uzoq ustun tomonga yo'naldi. Vaziyatni kuzatib turgan Fayzullayev esa boshi bilan to'pni darvoza to'riga joylab tarixiy golni nishonladi.